Politsiyskidan katta tezlikda o'tadigan bo'lsak, mana shu suv to'kiladimi yo'qmi? Okala mana shu politsiyskida ancha uncha mashina sekinlashib keyin o'tadi, bo'lmasa normalni o'tadi. Deyarli 70-80% mashina sekinlashib, ehtiyot bo'lib o'tadi. Hop, endi mana shu politsiyskidan katta tezlikda o'tadigan bo'lsak, mana shu suv to'kiladimi yo'qmi? Bu bitta manga emas, ko'pchilikka qiziq bo'lsa kerak. Falon pul sarflab Mers hadovoy qilinadi. Mercedes effektini ko'ramiz. Suvga e'tibor berasizlar. Eslatib o'taman, mashina 2007-yil S-Class S350.